Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan el ardog'idagi taniqli aktyor Rustam Sa'dullayev afsuski bugun oramizda yo'q. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Rustam Sa'dullayev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli aktyor Zulfiqor Musoqov bilan Bomba filmida ham birga ishlaganmiz. Yaxshi rejissyor, o'ziga xos yo'nalishi bor. Yaratganga shukur filmiga taklif qilinganida avvaliga hayron bo'lganman, chunki u paytlarda hali kompyuter degan narsalar rivojlanmagandi. Sehrgarlik bilan bog'liq sahnalarni qanday olamiz deb ajablangandim. Oshning uchishi bilan bog'liq sahnalar choyxonada suratga olingandi. Xontaxtaning lagan turadigan yerini o'yib ustiga dasturxon yoyib qo'yishgandi. Laganlarga ingichka ip tortilgandi. Osh to'la likopchani dasturxondan ko'tarilishi xontaxta pastidan boshqarilgan. Yuqoridan olingan kadrda leska ko'rinmaydi. Kadrda oshning o'zi uchayotgandek ko'ringan. Mashinaning 4 ta g'ildiragi taq etib tushib ketadigan sahnani suratga olish uchun oldindan hamma g'ildiraklar bo'shatilib, omonat qilib qo'yilgan. Ozgina silkinishdan tushib ketgan bu yuqoridan turib suratga olingandi deya qo'shimcha qildi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rustam Sa'dullayev. 2 qop xat olganman. Film haqiqatdan odamlarga yoqqan. Bolaligimizda hammamiz ertak eshitib katta bo'lganmiz. Film xuddi kattalarning ertagiga o'xshadi. Shuning uchun ham u yosh-u qariga ma'qul kelgan. Film namoyish etilgandan keyin 2 qop minnatdorlik xatini olganman. Yana shunday filmda suratga oling davomi bormi degan savollarni ko'p berishardi. Ammo filmlarning davomi har doim ham muvaffaqiyatli bo'lmaydi, deydi aktyor Rustam Sa'dullayev. Baxtiyor Zokirov otasidek erta vafot etdi. Afsuski, filmda suratga tushgan aktyorlarning bir nechtasi olamni tark etishdi. Ulardan biri Alisher rolining ijrochisi Baxtiyor Zokirovdir. Baxtiyor Zokirov O'zbekiston xalq artistlari Botir Zokirov va Erkli Melikboyevlar oilasida dunyoga kelgan. U maktabni tamomlab, Moskva kinematografiya oliygohining aktyorlik bo'limiga o'qishga kirgan. U yerda Bahrom Matchonov, Dilorom Egamberdiyeva, Shuhrat Umarov, Zulxumor Mo'minova va Zuhriddin Rajametov kabi xalqimizga yaxshi tanish bo'lgan aktyor va aktrisalar bilan birga tahsil olgan. U talabalik yillarida Maysaraning ishi filmida Hidoyatxon rolini ijro etib, mashhurlikka erishgan aktyor umrining so'nggi qadar Ilhom teatrida faoliyat yuritgan. Afsuski, u ham xuddi otasi Botir Zokirov kabi qisqa umr ko'rgan. U 2005-yili 43 yoshda hayotdan ko'z yumgan, deyiladi xabarda.